Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi prispimiz sotildi. Bugünkü sanagesi 2025-yil 25-oktyabr kuni bu prispimiz topshiryapmiz. Bu prispimizni razmeriga keladigan bo'lsak 1.30 bo'ldi. Bortning balandligi 40 cm, reshetkasi 70 bo'ldi. Qo'ldan 1.10 bo'ldi. Taglari kontener list, romlari shimildir bo'ldi. Bu prispimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent tumanidan berdik. Prisp ma'qul bo'ldimi, Murat? Ma'qul. Farqo'bu elektromontaj hammasini qilib berdikmi? Necha so'm oldingiz? 9.300 dan 1 tonna 600 qalin zamoqlar bilan farqoqlarni o'zimiz gaz ballonlarini tushirib, o'zimiz qo'yib, ustam ketib hammasini shu yerda bitirib berdik dokumentlar bilan. Siz tabriklaymiz. Yaxshi kun edi ishlarding. Yana shu spravkasi 10 kun ichida nomer olasiz. Senga to'lanadi. Yaxshi ustam. Mana prispimiz 1.32-30. Taglari kontenerlik bo'ldi. Lastikda 15 yangi ballonlar bilan traktor prisprisonlaridan amazatır. Damas, Zovskoy parkoplari bilan ustam qilib berdik. 1 tonna 600 lik qalin zamoqlar. Evelina kuzov nomeri, evida bilkasi. Yana kim shunday prisplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimiz qo'yamiz. Murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prisplarimiz bor. Mana shu telefon nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.